Juvudagi J. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. J. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. J'ning beshidan olinadigan shakli. Misol: jaran. J'ning bosh va oyog'idan olinadigan shakli. Misol: bo'ljirgan. J'ning oyog'idan olinadigan shakli. Misol: toj. J'ning ayrim shakli. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Jaran J harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Bo'ljirgan J harfining bosh va oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. J harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Toj J harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuvandagi so'zlarni menga ergishib o'qinglar. Joy, jon, toj, boj, mijit, mijit, nijat, nijat, mijaz, mijaz, jur'at, jur'at,